Alo. Yo'q, vaqtim yo'q edi. O'tgan hayitda aytib qo'ymabsan-da. Endi qassob aka xizmat haqiga 2 kilo go'sht bilan kalla pochada. Kalla pochcha, kalla xola deb qoring. Qaysi tomonda yashayapsiz o'zi? Ha bo'lmasam qo'l haqqi qancha bo'ladi? 500-600 So'mdami? ko'kida. Ha, bundan buyog'i ishlar ham zo'r bo'lib ketibdi-da. Bundan buyog'iga chotki. Shoh go'sht markazi jamoasida kirib kelayotgan Qurbon hayiti bayrami bilan barchangizni muborakbod etamiz. Qurbonlik uchun mol va qo'ylar tayyor. O'zingiz xohlagan hayvonni tanlab olish imkoniyati mavjud. Biz uni to'g'ridan-to'g'ri fermadan olib kelamiz. Siz istagan usulda go'shtni bo'lib maydalaymiz. Olib borish, so'yish va bo'lish barchasini biz bajaramiz. Tanlovda adashmang. Shoh go'sht markazi arzon va sifatli xizmat ko'rsatadi. Murojaat uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling.